Assalomu alaykum. Mana darvozamiz tayyor bo'ldi. Darvozamizni Namangan Chustga dastlabki qilib borib o'rnatib beramiz. Darvozamiz razmeri adnalchkalar bilan 450 ga, balandligi 4 metr bo'lgan. Hop, ikkita yon tagi shivellar, qovurg'a profillar 8 ga 4 shiroki profil, 1.7 ga listlarimiz 1.8 lik qavatli bo'lgan. Nerjavakalarimiz toza sifatli, yaxshi nerjavakalar bo'lgan. 0.8 lik qo'lingiz tushib bo'lmaydi, sifatli yaxshidan qo'yib berilgan. Hop, ishimiz sifatiga baho bersana bo'ladi, cho'tir-po'tir umuman sepilmagan, sifatga ishlab berilgan. Darvozamiz kesaklarni bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Darvozamiz Toshkent O'rta Saroyga, Janavay qishlog'iga. Darvozamizni Chust darvozasini korobkalari, oshiq-mashqlari 3 ta oshiq mashq bo'lgan. Har bitta korobkada 3 ta oshiq mashq bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa telefon qilarsizlar. Bu darvozamiz 3,5 metrga balandligi 340 bo'lgan. Tepasida tahiyasi ham bor buni. Maydalangan holatda Toshkentga bo'lsa maydalab olib ketiladi. Darvozamizga moshina kelgan. Hop, moshinaga yuklab, xudo xohlasa ertalab o'rnatib beramiz. 15 may.